Akalar 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashinasini topib qo'ydim. Holati ideal holatda, qaranglar, bitta krilosida o'zgina kraskasi bor ekan. Narxini eshitib hayron qolasizlar. Narxi shikalat holatda. Ko'rib turganlaringda Nexia 3imizda hech qanaqa ishi yo'q. Har doimgidek hamma toza mashinalar bizning kanalda bo'ladi akalar. Bemalol podpiskani bosib, kommentlarni yozib, layklarni bosib tursanglar, bundan o'dar mashinalarni qo'yib boraman akalar. Holat ko'rib turganlaringdek tiniq holatda. Endi salon holatini ko'rsanglar. Salon holati li 9 bo'yapti akalar. Hech qanaqa ishi yo'q. Mashinamiz akalar bir kuruk yurgan. Narxi sizlarga yoqadi, xudo xolasa. Super salon, avtomat korobka, 4-pokoleniya metan gazlari ham bor akalar. Bemalol kanalimizda xarid qilishingiz mumkin. Xatircha, Kattaqo'rg'on, Samarqand, Navoiy, Buxoro, любой joydan aloqaga chiqsanglar, mashinani necha yilga daverni istesanglar, generalni qilib beramiz. 5 yilgacha ham berib yuboramiz. Akalar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Mashinamiz narxi $7000, yana o'tib berayotgan joyi bor. Srochni sotiladi. Olib qo'ysanglar, yutdinglar. Bo'lmasa akalar, hozir bu mashinani baraka qilib yuboramiz 1 soat 2 soatda. Bosib yuboringlar.